Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 22-mart 2026-yil. Mana navbatdagi labo'gam chiroy bo'lgan tunikani o'rab bo'ldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan kelibdilar. Bu laboni ichlariga polni mana choksiz variantdagi tunikalar qoplatilgan. Ichlariga shu izolyatsiyalar qilingan, konteyner pollar qo'yilgan. Plastik ko'klari qo'llarigacha shumkach chiqilgan. Taylarigacha 1 sm ichkariga qaytgan, ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyga legendarniy sandiqlar qo'yib qo'yganmiz. Mana taylarni ko'rib qo'yasizlar. Uncha soda yo'q bu narsa. Mana bu sandig'i bo'ladi. Mana bunaqa loy-boylar bo'lmasligi uchun, balondan sachramasligi uchun mana bu yoniga mana bunaqa to'sqich zashdan qo'yilgan. Bu sandiq alohida sotiladi. Bemalol sandiqqa ham telefon qilaverasizlar. Qalinliklari 1.8 litsenziyalarda qo'shni tuman, qo'shni viloyatlarga ham dastlabki qilib kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Murojaat uchun bu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Mana shekillar raqam ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida mana shu holatda o'rnatib beramiz. Kamchiliklar, xatolar bo'lgan bo'lsa behijolat yozib qo'yishingiz mumkin. Do'stlarga, yaqinlarga shu videoni jo'natinglar, labo olgan tanish qilishlarga imkon qadar jo'natinglar, like bosinglar, obuna bosib yaqinlarga jo'natishni unutmanglar. Instagram tarmog'imizga ham bemalol obuna qo'ysalar bo'ladi. Unda ham yaxshi chiroyli ishlarimiz qo'yib boriladi.